Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob 10-dars nihoyasi. 10-darsni umum xulosa qilsak. 10-darsda biz 17 ta qoidani o'rgandik. Birinchisi harfi jar ba. Harfi jar ba o'zining majrur ismiga yopishib keladi. Biz ikkita ma'nosini o'rgandik, bilan va dani. Ikkinchi qoida muttasil zamirlar. Ismi zamirlar ismga yoki harfga qo'shilib kelsa, ushbu ko'rinishda bo'ladi va ular muttasil zamirlar deyiladi. Uchinchi qoida mabni ismlar. Bu kitobda biz o'rganib o'tgan mabni ismlar ushbulardir. Birinchisi ismi istifhamlar, ikkinchisi ismi ishoralar, uchinchisi ismi zamirlarning barchalari xoh zamir munfasillar bo'lsin, alohida yoziladigan, xoh zamir muttasillar bo'lsin, ismga yoki harfga qo'shilib keladigan. To'rtinchisi ismi mavsulalardir. Va bu mabni ismlarning oxirlari qanday holda bo'lsa, o'shanga binoan mabni bo'ladi. 10-darsga kelgan 4-qoida mutakallim yadir. Bu mutakallim yaga muzof qilingan ismlarning barcha i'roblari, ya'ni oxirlarining harakatlari taqdiriy bo'ladi. Sababi mutakallim yadan oldingi harfning harakati kasra bilan kelishi munosib bo'lganligi uchundir. Va o'sha mutakallim yadan oldin keladigan kasra harakatul munasabatu deyiladi. 10-darsga kelgan 5-qoida ma asosan o'ziga muzofun ilayhi talab qiladi. Ma'nosi ma'adan keyin kelgan muzofun ilayhi bilan bir joyda yoki bir vaqtda birga bo'lishligini ifoda qiladi. Bilan birga yoki yonida deb tarjima qilsangiz ham bo'laveradi. 6-qoida erkak kishilarning alam, ya'ni shaxs ismlari oxiri tay marbuta bilan tugallansa, ular mamnun minas sarf ismlardan hisoblanadi. Masalan, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muaviyatu, Ikrimatu kabi. 7-qoida jar. Jar u ayni kasra va uning noiblaridan, ya'ni o'rinbosarlardan iboratdir. Jarning asli kasradir, ammo mamnun minas sarf ismlarida esa jar u kasraning o'rniga kelgan fathadir. 10-darsga kelgan 8-qoida u rof, 9-si asma sitta. Rof u ayni domma va uning noiblaridir, ya'ni o'rinbosarlaridir. Rofning asli dommadir, ammo asma sittalarda esa rof u dommani o'rniga kelgan vovdir. Ammo asma va sittalar esa ular maxsus 6 ism bo'lib, biz ulardan 6 tadan 2 tasini o'rgandik. Abun va axun. Bu maxsus 6 ismlar dommaning o'rniga vov bilan rof bo'lib keladi. Lekin bu 6 ismni dommaning o'rniga vov bilan rof bo'lib kelishligi uchun quyidagi 4 ta shart topilishligi lozim. Bu ismlar mufrat birlikda bo'lishligi kerak va mukabbar, ya'ni ismi tasghir bo'lmasligi kerak va muzof bo'lishligi, mutakallimiyadan boshqa ismga muzof bo'lishligi lozimdir. Ushbu to'rala shartning birortasi uzilib qolsa yoki topilmasa, bular asmo sittalar qatoridan chiqadi. 10-darsda kelgan 10-qoida mozi o'tgan zamon fe'li. Mozi arab tilida o'tgan zamon fe'li bo'lib, u biror bir ish harakat gapirilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganligiga dalolat qiladi hamda mozi o'tgan zamon fe'li quyidagi ko'rinishda 14 siyg'ada tushlanadi. 11 va 12 qoidalar mozi o'tgan zamon fe'liga qo'shilib keluvchi muttasil zamirlar mozi o'tgan zamon fe'lining foillari. Mozi o'tgan zamon fe'lining ortidan keluvchi muttasil ushbu zamirlar 14 siyg'adan 12 siyg'asiga qo'shilib tutashib keladi va bu zamir muttasillar o'tgan zamon fe'lining foili, ya'ni bajarguvchisi deb hisoblanadi. 10-darsga kelgan 13-qoida zahabat va zahabata siyg'alaridagi ushbu ta harfdir va fe'lning muannas ekanligiga alomat belgidir, zamir muttasil emasdir. 14-qoida ismi ishora huna. Huna bilan makonga, ya'ni joyga ishora qilinadi hamda u joyning masofasi yaqin bo'lishligi lozimdir. 15-qoida harfi jar lom. Zamir muttasillardan oldin kelsa, mutakallim yadan boshqalarda fatha bilan o'qiladi. Mutakallim yadagina kasra bilan o'qiladi, li bo'lib. Qolgan 13 siyg'ada fathalik o'qiladi, lahu, lahuma, lahumlar kabi. 10-darsning 16-qoidasi li va inda bor ma'noda li faqat aql sohiblari uchun ishlatilsa, inda esa g'ayri oqil, aql sohibi bo'lmaganlar uchun ishlatiladi. Oxirgi qoidamiz ma hijoziy harfi nafidir. Hamda 10-darsda biz 18 ta yangi lug'atni o'tibmiz. 11-darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.